Bizning fikr publika. 2014 yıldan aktif işli başladık. Bizning fikr publikaning qiziquvchilar soni 13 ming kişiden artıp gitti. rubrikalar Qatnashuvchilarning ko'z ollovlarini kengaytdi. Bizning publikamizning ismi Salat Oznaqay. bugungi kunda bizni 500 dan ortiq kishi qaraydi. Publikamizning eng populyar yozmasi ul aydamonlarning salkishlarga yozilgan treyleri. Sen de chetda qolma. Kir ham ko'p qiziqli ham foydali ma'lumot topirsin. Biz Yuqori Tegirmanlik Salat klubi. Gruppamizning eng populyar yozmalari bo'lib, kun qadag'i rubrikasi turadi. Siz akam tukanning 3 yilga qadar yo'q ekanini bilaydingizmi? Tog'ida qiziqroq ma'lumot bilasingiz kelsa, bizning turkumga yozilasiz. Biz Salat Store publika Yo'q qilgan yozmalar kolleksiyani taqdim etib, ham albatta aksiyalar, bo'laklar o'ynatib. Eng sharp fotolar, qiziqli ham ko'p tilli yangiliklar bizda. Sen de bizga qo'shil. Bizning publikning ismi Salat Bögülme klubi. Bizning bilan 200 kishi do'st. So'nggi konkursda ayrisha ko'p kishi qatnasha. U konkursda futbolka o'tib bo'ladi. Bizning bilan bek ko'ngili qo'shiling'iz. Selam, biz Salat Aksuboy klubi publika. Eng populyar yozma xayrli itta qadrli salkishlar. Har kuni yilmayib qarshilamiz. Bizning o'zenshaligimiz biz do'st, tatu, pozitiv, aktiv, garmoniya to'lqinida ham biz shuni kutamiz. Bizning publikamizning ismi Salat Yashil Uzan klubi. Publikamizning eng ko'p qaralgan yozmalar. Bizning fikr o'yini ham Samruh yil premiyasida qatnashuvimiz. Publikamizning tip o'zinchaligi tatar tilini populyarlashtiruv. Ham Hazruk Salat Yashil Uzan klubining publikina kir ham yozil.